Janob oliylari, sizlar so'rovmidinglar? Men sizlar uchun harakat qilib, egalari bilan talashib, tortishib 2025-yil Damazimizni hozir ponni obzorini qilib beraman. Sani LED farlar taqib qo'yilgan. Siason Master archa balonlarini taqib qo'yishgan. 4 ta ham yangi masli balonlar. Salonlarimizga keladigan bo'lsa, ko'ryapsizlar, Evacor polik solib qo'yishgan, nilonumlarni solib qo'yishgan, chexolni ham bir chiroylisini taqib qo'yishgan. Bu yoq tarafda absolyutniy odam o'tirmagan. Jiyanlarim mobodo maktabga yetgan bo'lishi mumkin. Rollarga chexol taqtirganlar. Orqalariga ham Evacor polik, shu chiroyli sidinalarga chexollar taqtirganlar. Patoloklarni ham polni koja bilan ta'minlab, cho'tki qilib qo'yganlar. Bu yoqlarda barlari bor. Ko'ryapsizlar, Damazimizni bitta dona petnosi yo'q Damaz. Damazimizni gazlari bor. Gazlar bilan cho'tki qilib qo'yib qo'yganlar. Mashinani tortishlari ham absolyutniy zo'r boshni. Janob oliylari yurgan probeglarini ko'rib olishingiz mumkin o'zingiz uchun. 14 000 kilometr yurgan 2025-yilda ishlab chiqarilgan Damazimiz. Agar kimga ko'yniga yoqib o'tirsa, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Absolyutniy kraska tegmagan Damazimizni 2025-yilda ishlab chiqarilganligini aytdim. 14 000 probeg yurganini aytdim. Sizlar uchun talashib, tortishib, $6800 bo'lsa, naqd bo'lsa, shitir shu yerda sanaysizlar, mana shu yerda baraka bo'lib ketadi. Joninglar sog' bo'lsin. Damaz qidirib yurgan tanishinglarga tashab, bitta like ga ayamassizlar.